Bugun Farg'ona viloyatida sportning kurash turi rivojlangan yo'nalishlar qatoridan joy oldi. Har yili viloyat yoshlari respublika, Osiyo va jahon chempionatlarida munosib qatnashib, yaxshi natijalarni qayd etishmoqda. E'tiborlisi, yaratib berilayotgan zarur sharoitlar kun sayin mahoratli yoshlar sonini orttirmoqda. Ayni kunlarda sportchilarning nafaqat jismoniy holatini yaxshilash, balki ruhiy, psixologik darajasini kuchaytirishga ham e'tibor kuchaytirilgan. Murabbiylar va sportchilar ishtirokida uyushtiriladigan muloqotlar, seminar, treninglarda kurash qonun qoidalari bilan birga sog'lom sport g'oyasi ham ilgari surilib, sportchilarning dopingga qarshi immunitetlari shakllantirilmoqda. Farg'ona shahrida O'zbekiston kurash federatsiyasi va Farg'ona viloyat kurash federatsiyasi hamkorligida o'tkazilgan seminar ham ayni mavzuga qaratildi. Unda so'zga chiqqanlar respublika va xalqaro musobaqalarda ishtirok etuvchi sportchilarni tayyorlashda murabbiylarning mas'uliyatini oshirish, dopingga qarshi kurashish, xalqaro normalarga mos keladigan preparatlardan foydalanish zarurligi uqtirildi. Sportchilarimiz orasida dopingga qarshi kurash bo'yicha seminar tashkil qilingan. O'zbekiston kurash federatsiyasining tashrif buyurishda hamma mana shu viloyatdagi murabbiylarimiz, trenerlarimiz, terma jamoa a'zolarimiz hamda ijrochi direktorlarimiz ishtirok etishyapti. Asosiy maqsad hozirgi kunda sportchilarimiz orasida sog'lig'iga zarar keltiruvchi dori-darmonlarni iste'mol qilmaslik bo'yicha yo'l yo'riqlar ko'rsatilyapti. Kelajakda bo'ladigan musobaqalarda sportchilarimiz mana shunday dorilarni iste'mol qilmasliklari uchun har bitta trenerdan kafolat xatlari olindi. Shu kuni O'zbekiston kurash federatsiyasi mas'ullarining doping haqida tushuncha, sportchi salomatligiga salbiy ta'siri va oqibatlari, kurash sport turi bo'yicha faoliyat yuritib kelayotgan trenerlarning antidoping masalalaridagi mas'uliyatlari, O'zbekiston kurash federatsiyasining odob-axloq kodeksi talablari va bir qator mavzular bo'yicha ma'ruzalar tinglandi. Ishtirokchilar o'zlarini qiziqtirgan savollarga mutaxassislardan to'laqonli javoblar olishdi.